Ha, og'aynim 4-inchisiga uylanyapti, tanlashga balo bormi? Ha, berganini olib ketaver. O'zi 4-inchisiga uylanyapti. Ammo xolasiga qo'shib biz ham qiz qidiryapmiz. Bo'ylari uzun bo'lsin deydi. Naqasan bo'y uzunni? Lamchiga almashtiradimi? Basketbol o'ynaydimi? Oppoqqina bo'lsin deydi. Oppoqqinasi bo'lmaydi senga dedim. Oldingda tursa ola-bula bo'lib qolasizlar-ku dedim. Oxirgi gap ortib tushdi. Qiz bola bo'lsa yaxshi edi deydi. Ko'ngilni ko'chasi. O'zi o'g'il bolamisan dedim. Ha, to'g'ri-da, 3 marta uylangan o'g'il bola bo'ladimi endi? Ha, qiz bola turmushi buzilsa, Xudo ko'rsatmasin, juvon bo'ladimi? O'g'il bola ham turmushi buzilsa, juvonmak bo'ladi. O'g'il bola bo'lib turavermaydi, shoxi yo'q uni.